Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim har bir xonadonga aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nega to'xtatilmoqda? Kimlarning pensiyasi olib qo'yilishi mumkin? Yangi tartiblar nimani anglatadi va oddiy odamlar qaysi xatolar sabab pulidan ayrilib qolmoqda? Bu gap faqat hozir pensiya olayotgan odamga emas. Ota-onasi, buvisi, bobisi pensiya olayotgan har bir farzandga ham tegishli. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta kechiktirilgan ma'lumot yoki bitta tushunmovchilik sabab o'ylab kelayotgan pul to'xtab qolishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy xalq tilida ortiqcha murakkab gaplarsiz eng zarur narsalarni tushuntiraman. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla, pensiya bo'limi va bank orqali yurardi. Pensionerning tirikligi, yashash joyi, ishlayotgani yoki ishlamayotgani, nogironlik holati, daromadi, chet elga chiqib ketgani yoki ketmagani haqida ma'lumotlar ko'pincha kechikib yangilanardi. Shuning uchun ayrim holatlarda odam pensiya olishda davom etgan. Lekin aslo qonun bo'yicha u to'lovni to'xtatish kerak bo'lgan vaziyatlar ham uchragan. Masalan, bir kishi vafot etgan bo'lsa, lekin uning plastik kartasidagi pensiyani qarindoshlari bir necha oy yechib yurgan. Yoki nogironlik muddati tugagan, tibbiy ko'rikdan qayta o'tmagan, ammo odam pensiya kelishini kutgan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, talaba o'qishni tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida berilmagan. Endi esa tizim asta-sekin raqamlashtirildi. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FADEYO, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, banklar, migratsiya, oliy ta'lim muassasalari va boshqa idoralardagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtirilmoqda. Ya'ni davlat endi odam o'zi kelib aytadimi yoki yo'qmi deb kutib o'tirmaydi. Ma'lumot elektron bazada ko'rinsa, pensiya avtomatik tekshiriladi. Mana shu joyda odamlar vahimaga tushyapti. Pensiyalar olib qo'yildi. Kimning omadi kelmadi, yangi qoida chiqibdi degan gaplar tarqayapti. Men mutaxassis sifatida buni aniq aytaman. Hammaning pensiyasi yoppasiga olib qo'yilayotgani yo'q, lekin qonunda ko'rsatilgan shartlar buzilgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa yoki hujjatlar o'z vaqtida yangilanmagan bo'lsa, pensiya to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki ortiqcha to'langan pul qaytarib undirilishi mumkin. Eng muhimi, odam nima sabab to'xtatilganini bilishi, qayerga murojaat qilishni tushunishi va o'z huquqini himoya qila olishi kerak. Avvallari pensioner ko'p holatda tuman pensiya bo'limiga borib hujjat topshirardi. Ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati yoki farzandning o'qishi haqidagi ma'lumot asosida pensiya tayinlanardi. Keyin har oy pensiya bank kartasiga yoki pochta orqali berilardi. Agar biror o'zgarish bo'lsa, masalan pensioner ishga kirsa, chet elga uzoq muddatga ketsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, bola o'qishni to'xtatsa, bu haqda ko'pincha odamning o'zi xabar berishi kerak edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizim orqali avtomatik kelmoqda. Misol uchun, pensioner vafot etgan bo'lsa, FHDYda o'lim qayd etiladi va bu ma'lumot pensiya tizimiga tushadi. Shundan keyin pensiya to'xtatiladi. Agar nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning tek bo'yicha muddati tugasa va yangi xulosa kiritilmasa, tizim buni ko'radi. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa, u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Agar tasdiq bo'lmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish, pensiya tayinlash yoki davom ettirishda daromad, ish faoliyati va yashash holati ham ko'proq tekshirilyapti. Masalan, ayrim nafaqa turlari ehtiyojmandlikka bog'liq bo'lishi mumkin. Agar oila daromadi oshgan bo'lsa yoki shaxs rasmiy ishga kirgan bo'lsa, oldin berilgan ijtimoiy to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu oddiy yoshga doir pensiya uchun har doim ham ishlasa pensiya to'xtaydi degani emas. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin, lekin ayrim imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar yoki boshqa nafaqa turlari ish va daromadga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lov turini alohida tushunish kerak. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki nogironlik doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar hujjatda 1 yilga, 2 yilga deb yozilgan bo'lsa, demak belgilangan muddat tugashidan oldin qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Masalan, Akmal aka 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning tiyik xulosasi 2024 yil 15 noyabrgacha amal qilgan.
U esa pensiya o'zi kelaveradi deb 2025 yil yanvargacha yuribdi. Tizimda yangi xulosa yo'q. Demak, dekabrdan boshlab pensiya to'xtashi mumkin. Keyin u ko'rikdan o'tsa holatiga qarab qayta tayinlanadi. Lekin vaqtida bormagan oylar masalasida alohida tartib bo'ladi. Hammasi avtomatik to'liq qaytadi deb o'ylash xato. Ikkinchi guruh o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu ayniqsa 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlarga tegishli. Masalan, Dilnoza otasidan ayrilgan, 12 yoshdan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. 12 yoshga to'lgach, u kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlashi kerak. Agar u sirtqi o'qishga o'tib ketgan bo'lsa yoki o'qishni tashlagan bo'lsa, pensiya davom etmasligi mumkin. Agar universitet ma'lumoti tizimda ko'rinmasa, pensiya vaqtincha to'xtaydi. Bunda men o'qiyapman-ku deyish yetarli emas, rasmiy ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq kerak bo'ladi. Uchinchi guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu yerda ham nozik masalalar bor. Pensioner chet elga borgani uchun darhol pensiyasi yo'q qoladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin doimiy yashash uchun chiqib ketish, yashash manzili o'zgarishi, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi. Pensionerning tirikligi tasdiqlanmasligi kabi holatlar muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, bir onaxon Rossiyadagi farzandiga kekis oyga ketgan. Pensiya kartasi esa kelinning qo'lida qolgan. Kelin har oy pulni yechib ishlatgan. Tizimda pensioner mamlakatda emasligi, bank operatsiyalari boshqa joydan bo'layotgani yoki boshqa shubhali holatlar aniqlansa tekshiruv boshlanishi mumkin. Eng yomon holatda ortiqcha yoki noqonuniy yechilgan pulni qaytarish talabi qo'yiladi. 4-guruh vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechgan qarindoshlar bu eng og'ir va eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Masalan, ota 10 mart kuni vafot etdi, lekin pensiya 25 mart kuni kartaga tushdi. Farzandlar baribir otamizning puli edi deb yechib oldi. Qonuniy tomondan esa vafotdan keyingi davr uchun tushgan pul alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Ayrim to'lovlar meros yoki dafn puli bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin kartadan o'zboshimchalik bilan yechib olish keyinchalik qarzdorlikka olib keladi. Shu sababli vafot holati darhol pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. 5-guruh hujjatlarda farq bor odamlar. Ism, familiya bir joyda boshqacha, tug'ilgan sana bir hujjatda noto'g'ri, pasport yangilangan, lekin pensiya tizimida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida matluba deb yozilgan, pasportda matluba X, arxivda esa matluba bo'lib ketgan. Bunday kichik tuyulgan farq staj hisoblashda, pensiya miqdorini aniqlashda yoki qayta hisoblashda katta muammo beradi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, tiriklik, yashash joyi, bank kartasi va pasport ma'lumotlari tartibda bo'lsa, pensiyangizni hech kim sababsiz olib qo'ymaydi. Davlat pensiyasi qonun bilan himoyalangan to'lovdir. Pensionerning puli kimningdir xohishi bilan to'xtatilmaydi. To'xtatilsa ham buning sababi bo'lishi qaror yoki tizimdagi asos ko'rsatilishi kerak. Agar siz rasmiy ishga kirgan bo'lsangiz ham yoshga doir pensiyangiz avtomatik yo'q bo'lib ketadi deb qo'rqmang. Ko'p hollarda pensioner ishlashi mumkin. Faqat ayrim qo'shimcha nafaqalar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordam turlari ish va daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya alovida temir daftar yoki ehtiyojmandlik asosidagi yordam alovida masala. Odamlar ko'pincha bularni aralashtirib yuboradi. Keyin pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa pensiya emas, qo'shimcha yordam to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati umrbod belgilangan bo'lsa ham, asosiy pensiya davom etadi. Lekin shunga qaramay pasport, bank karta, yashash manzili, ishonchnoma kabi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lsa, bunga befarq bo'lmaslik zarur. Birinchi misol, Salim aka 63 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U bozorda kichik savdo qiladi, lekin rasmiy ishchi emas. Bir kuni unga qo'shnisi ishlasang pensiyangni olib qo'yishadi deydi. Salim aka qo'rqib qoladi. Aslida yoshga doir pensiya olayotgan shaxsning oddiy ishlashi pensiyani to'xtatish uchun doimiy asos emas. Lekin agar u biror ehtiyojmandlik nafaqasi ham olayotgan bo'lsa, oilaviy daromad oshgani sabab o'sha yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, Salim aka pensiyadan emas, qo'shimcha yordam shartlaridan xabardor bo'lish kerak. Ikkinchi misol, Muhabbat opa 2 guruh nogironlik pensiyasi olgan. Xulosasi 2025 yil fevralda tugagan. U kasalxonaga borishni kechiktirib, faqat aprel oyida tek ko'rigiga bordi. Pensiya mart oyida kelmadi. U bankka bordi, bank bizga pul tushmagan dedi.
keyin pensiya bo'limiga bo'lsa. Sabab xulosa muddati tugagan ekan. Agar u yanvar oyidayoq tayyorgarlik ko'rib, tibbiy hujjatlarni yig'ganida to'lovda uzilish bo'lmasdi. Mana shu eng katta saboq. Muddati bor hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. 3-misol. Javlon 20 yoshda otasidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetning kunduzgi bo'limida 2 kursda o'qiydi. Lekin kontrakt pulini vaqtida to'lamagani uchun bir muddat talabalar safidan chetlashtiriladi. Universitet bazasida u o'qimayotgan sifatida ko'rinadi. Natijada pensiya to'xtaydi. Keyin u qayta tiklansa, yana hujjat topshirish kerak bo'ladi. Demak, o'qishdagi maqom o'zgarsa, pensiya ham ta'sir qiladi. 4-misol. Karim buva vafot etdi, lekin oilasi uning kartasidan keyingi oy tushgan pensiyani eshitdi. Oradan 5 oy o'tib, pensiya bo'limidan ortiqcha to'langan mablag'ini qaytarish haqida talab keldi. Oila hayron. Biz dafn marosimiga ishlatdik deyishdi. Lekin dafn puli alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Kartaga tushgan har bir pulni avtomatik o'ziniki deb ishlatish mumkin emas. Bunday vaziyatda avval murojaat qilib, qaysi pul qonuniy berilishi, qaysi pul qaytishi kerakligini aniqlash kerak. 5-misol. Oydin opa chet elga qizining uyiga 1 yilga ketdi. Pensiya kartasini qo'shnisiga berib ketdi. Qo'shnisi har oy pulni yechib, Oydin opaning iltimosiga ko'ra boshqa xarajatlarni qildi. Keyin karta operatsiyalari va ishonchnoma masalasida savol tug'ildi. Agar pensioner o'zi ola olmasa, ishonchnoma rasmiy bo'lishi kerak. Oddiy men aytdim, u oldi degan gap keyin muammo keltiradi. Ayniqsa pensioner xorijda bo'lsa, konsullik orqali yoki notarial tartibda hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish muhim. Eng birinchi nozik joy. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'xtatilish vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmayapti, nogironlik xulosasi yangilanmagan, o'qish ma'lumoti tasdiqlanmagan. Hujjat olib borilsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Bekor qilinishi esa huquqning o'zi yo'qligi aniqlanganda yuz beradi. Masalan, noto'g'ri hujjat bilan pensiya tayinlangan bo'lsa yoki shaxs endi bu turdagi to'lovga haqli bo'lmasa. Ikkinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pul. Agar sizga qonun bo'yicha kerak bo'lmagan pul tushgan bo'lsa, bank berdi. Demak, meniki deb o'ylamang. Tizim xatosi, kechikkan ma'lumot yoki o'z vaqtida xabar bermaslik sabab ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin qaytarish so'ralishi mumkin. Ba'zan pensiyadan ushlab qolinadi, ba'zan alohida to'lov qilish talab etiladi. Shuning uchun shubhali pul tushsa, ayniqsa miqdor odatdagidan ko'p bo'lsa, darhol aniqlashtiring. 3-nozik joy ishonchnoma. Keksalar ko'pincha pensiya kartasini farzandiga, keliniga, qo'shnisiga berib qo'yadi. Ammo karta paroli va bank kartasini boshqaga berish xavfli. Agar pul yo'qolsa yoki nizo chiqsa, isbotlash qiyin. Rasmiy ishonchnoma bo'lsa, pensionerning manfaatlari ham, pul olayotgan odamning harakati ham qonuniyroq bo'ladi. Ayniqsa pensioner yotib qolgan, kasal, harakatlana olmaydigan bo'lsa, mahalla, notarius yoki tegishli idora orqali qonuniy yo'lni tanlash kerak. 4-nozik joy, yashash manzili. Pensioner boshqa tumanga ko'chsa, pasport ro'yxati o'zgarsa yoki bank filiali o'zgarsa, pensiya bo'limida ma'lumot yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Hozir ko'p narsa elektron bo'lsa ham hammasi o'z-o'zidan mukammal ishlaydi deb ishonib qolmang. Ayniqsa qishloq joylarda arxiv, eski staj, eski familiya bo'yicha farqlar bo'lsa, oldindan tekshirish kerak. 5-nozik joy, nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, 2 guruhdan 3 guruhga o'tsa, to'lov kamayishi mumkin. 3 guruhdan 2 guruhga o'tsa, oshishi mumkin. Kimdir buni pensiyamni kesish deb qabul qiladi. Aslida esa tibbiy xulosaga ko'ra qayta hisoblangan bo'ladi. Agar xulosaga rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda qayta ko'rik yoki shikoyat qilish huquqingiz bor. 6-nozik joy, stay va arxiv hujjatlari. Ba'zi pensionerlar men 35 yil ishlaganman, nega kam pensiya chiqdi deydi. Tekshirganda 35 yilning 7 yili hujjatda tasdiqlanmagan bo'ladi. Eski kolxoz, zavod, tashkilot yopilgan arxivga topshirilmagan yoki familiya xato yozilgan bo'lishi mumkin. Pensiya to'g'ri hisoblanishi uchun har bir yil hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Guvoh bilan tasdiqlash masalalari ham bor, lekin bu ham tartib asosida bo'ladi. Shunchaki 2 qo'shni aytdi degan bilan hamma staj qo'shilavermaydi. Birinchi qadam, qaysi to'lov turini olayotganingizni aniq biling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, qo'shimcha moddiy yordammi? Chunki har birining sharti boshqa. Pensiya bo'limiga borganda menga pul kelmay qoldi deb umumiy aytmang. Men falon turdagi pensiya olaman. Falon oydan beri tushmadi.
Sababini yozma yoki rasmiy tushuntirish sifatida bilmoqchiman deb ayting. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, xulosasi o'qish joyidan ma'lumotnoma. Nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, vafot etgan bo'lsa o'lim guvohnomasi, ishonchnoma kabi hujjatlarni tartibga keltiring. Hujjatlarni uyda bitta papkaga solib qo'ying. Farzandlar ham ota-onasining pensiya hujjatlari qayerda turishini bilsin. Uchinchi qadam, muddatlarni yozib qo'ying. Nogironlik xulosasi qachon tugaydi? Talabaning ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? Bank kartasi muddati qachon tugaydi? Pasport almashtirish muddati kelmadimi? Men tavsiya qilaman, telefon kalendariga yoki oddiy daftarga 2 oy oldindan eslatma yozing. Masalan, tek muddati yil dekabrda tugasa, yil oktyabrdan tayyorgarlikni boshlang. Shifokor ko'riga. Analizlar, yo'llanma, navbat bularning hammasi vaqt oladi. 4-qadam. Pensiya tushmay qolsa, avval bankni, keyin pensiya bo'limini tekshiring. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin karta bloklangan. Muddati tugagan yoki bank texnik muammosi bo'ladi. Bank pul kelmagan desa, tuman pensiya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining mijozlar bilan ishlash bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, pensiya hujjati va karta rekvizitini oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala murakkab bo'lsa, yozma ariza qoldiring. 5-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, men FIH pasport ma'lumotlarim falon turdagi pensiya olaman. 2005 yil mart oyidan pensiya to'lovi kelmadi. To'lov to'xtatilishining sababini ma'lum qilishingizni, agar hujjat yetishmasa, ro'yxatini berishingizni. Huquqim mavjud bo'lsa, pensiyani qayta tiklashni so'rayman. Arizangizning kirim raqamini oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu keyin dalil bo'ladi. 6-qadam, ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun necha so'mdan, nima sabab ortiqcha hisoblangan? Agar siz rozi bo'lmasangiz, hujjatlar bilan e'tiroz bildiring. Masalan, siz talaba bo'lganingizni isbotlovchi ma'lumotnoma bor, lekin tizimda ko'rinmagan bo'lsa, uni taqdim eting. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, qaytarish tartibi. Bo'lib to'lash imkoniyati yoki pensiyadan ushlab qolish tartibini aniqlang. 7-qadam, vafot holatida to'g'ri yo'l tuting. Pensioner vafot etsa, o'lim guvohnomasini rasmiylashtirgach, pensiya bo'limiga xabar bering. Dafn puli yoki o'limay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibni so'rang. Kartadagi pulni shoshilib yechmang. Oila ichida ham kelishib oling. Kim murojaat qiladi, kim hujjat topshiradi, qaysi pul qonuniy olinadi. Bu keyinchalik qarindoshlar orasida nizo chiqishining ham oldini oladi. 8-qadam, chet elga ketayotgan pensionerlar oldindan maslahat olsin. Qancha muddatga ketmoqda, doimiy yashash uchunmi yoki vaqtinchami pensiyani kim oladi? Bu ishonchnoma kerakmi? Bank kartasi qanday ishlatiladi? Tiriklikni tasdiqlash talab qilinadimi? Bularni ketishdan oldin aniqlab oling. Chet eldan turib muammoni hal qilish qiyinroq, vaqt ham ko'proq ketadi. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar elektron tizim, ariza, bank, SMS, ilova, navbat olish kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Bu uyat emas. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining pensiyasi tushdimi? Karta ishlayaptimi? Hujjat muddati bormi? Shubhali SMS kelmadimi? Shuni tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, to'xtagan pensiyani tanish orqali chiqaraman. Pul bersangiz hujjatni tezlashtiraman deganlarga ishonmang. Har bir xizmat rasmiy idora orqali ariza va hujjat bilan bo'lishi kerak. Agar kimdir sizdan karta raqami, SMS kod, PIN kod so'rasa, hech qachon bermang. Pensiya kartasi pensionerning shaxsiy moliyaviy hujjati hisoblanadi. Ko'pchilik nega endi tekshiruv ko'paydi deb norozi bo'ladi. Buning sababi oddiy. Pensiya mablag'i davlat va xalq mablag'i. Kim haqli bo'lsa, o'sha olishi kerak. Kim hujjatsiz yoki qonunsiz olayotgan bo'lsa, bu boshqa pensionerlarning manfaatiga ham zarar. Raqamlashtirishning maqsadi ham shundan iborat. Haqiqiy pensioner pulini o'z vaqtida olsin. Vafot etgan odam nomidan pul yechilmasin. Muddatli nogironlik nazoratsiz qolmasin. Talaba o'qishni tugatgan bo'lsa, to'lov shartlari qayta ko'rilsin. Lekin men shuni ham aytaman, tizim kuchaygani yaxshi. Ammo oddiy odamlar tushuntirishsiz qolmasligi kerak. Har bir pensioner nima uchun puli to'xtaganini bilishga haqli. Har bir fuqaro qaror ustidan shikoyat qilishga haqli.
har bir inson hujjatini to'g'rilab, huquqi bo'lsa, pensiyasini qayta tiklashga haqli. Shuning uchun asosiy vazifa vahima emas, savodli harakat qilish. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzudan eng muhim xulosa shuki, pensiyalar hammadan yoppasiga olib qo'yilayotgani yo'q. Lekin yangi tartiblar va elektron tekshiruvlar sabab hujjatida muammo bor. Muddati tugagan, o'qishi tasdiqlanmagan, vafotdan keyin karta ishlatilgan. Chet elda turib rasmiylashtirishni unutgan yoki noto'g'ri ma'lumot bergan odamlarning to'lovi to'xtashi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l sababni aniqlash, hujjatlarni yig'ish, yozma ariza berish va kerak bo'lsa shikoyat qilish. Men sizlarga maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshiring. Nogironlik muddati, bank kartasi, o'qish ma'lumotnomasi, pasport ishonchnoma va arxiv hujjatlarini ko'zdan kechiring. Bir kunlik e'tibor keyinchalik bir necha oylik ovora bo'lishdan saqlaydi. Agar sizda pensiya to'xtagan bo'lsa yoki yaqinlaringizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi turdagi pensiya, qaysi sabab aytildi? Muammo hal bo'ldimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.